Assalomu alaykum hurmatli kuzatib boruvchilar. Mana navbatdagi dush kabinamizni o'rnatib bo'ldik. Buni hamma joyi profillik bo'ldi. Uchilkalarni ham o'rnatdik. Ustida tepasida rolikchalari bor. Oynasi 6 mmlik. Ko'p kishi aytishadi, nimaga oynasi 6 mm birlik emas. Bu spetsialni shunga moslashtirilgan korobka profil. Buni biz o'ylab topmagan Turkiya mahsuloti. Tayyor bor holatda keladi bu. Mexanizmlarni simsitil rangiga moslab, chiroyli qilib qora qilib berdik. Mana bu yerlari ham rezinlari bor, atroflari germetika qilingan, oynadan keyin ham rezin urilgan. Usti tepasi rolik bo'lgan hisobiga juda ham yengil yuradi, ham tavaqasi yengil. Kimga shunaqa dush kabinalar kerak bo'lsa murojaat qiling, yasab o'rnatib beramiz. Hammaga rahmat.